Assalomu alaykum hammaga. Bugun iftor dasturxonlarini ko'rki bo'ladigan cheescake tayyorlashni o'rgataman. Cheescake asnovamizni quyuq va suyuq mahsulotlarimizni alohida qilib blender qilib yaxshilab aralashtirib olamiz va ikkala massamizni ham bir-biriga birlashtirib, yaxshilab gladkiy holatga kelguncha aralashtirib blender qilib olamiz. Tabga ko'ra vanilli pasta sosili ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Tayyor massamizni maxsus konditerskiy klubga solib, silikonimizga quyib chiqamiz va duxovkaga pishirishga yuboramiz. Cheesecakeimiz pishib chiqqunicha oformiyasi uchun kokosli shantili tayyorlaymiz. Shantili uchun qaymog'imizni qaynatib olamiz va qolgan hamma mahsulotlarni solib, yaxshilab blender qilamiz. Bir kecha kunduzgi kondensat bo'lish uchun xolodilnikka olib qo'yamiz. Cheesecakeimizni vaqti tugaganda o'chuv duxovkada yana 5 daqiqa ushlaymiz. Shirinligimizni yasatish uchun shokoladni gurme tayyorlab olamiz. Shirinligimizni tayyorlanishlari, retseptlari va texnik kartasi Telegram kanalimizga joylab qo'yilgan. Cheesecakeimizni gurmega botirib bo'lgandan keyin tayyor bo'lgan shantilimizni mikserga solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Quyidagi shantili kremimizni tort va pirojnilarni yasatish uchun bemalol foydalansanglar bo'ladi. Shirinligimizni yasatishda golubika, klubnika, smorodidan foydalandik. Shirinligimizda ishlatayotgan shokoladli dekorlarimizni o'rganish xohlasanglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Agar hammaga shokoladli dekor tayyorlanishi qiziq bo'lsa, sizlar uchun alohida shokoladli dekor tayyorlash videosini tayyorlaymiz. Ramazon oyi barchalarga muborak bo'lsin.